Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha sifatli avtobusimiz mana bugun yo'lga chiqib ketmoqda. Vokzal Katennikidamiz azizlar. Aka-ukalar, ko'pchilik so'rashmoqda, avtobus Qozog'iston nomerda emasmi degan savollar ham bo'lyapti. Avtobusimiz Qozog'iston nomerda, lekin vokzalda o'zidan chiqib ketadi aziz vatandoshlar. Hammasi как положено qonuniy reyslar. Aka-ukalar, mana vokzaldamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Qozog'iston avtobusi bo'lgan bilan как положено biletlari bilan bo'ladi. Hamyurtlarimiz o'z biletlarini oladi. Muhimi shu, aka-ukalar. Mana hozir hamyurtlarimiz bilan. Aka, assalomu alaykum. Aka, biletingizni ko'rib qo'ysangiz bo'ladimi? Aka, mana ko'pchilik so'raydi-da, mana biletlimi deydi mana. Как положено bilet mana. Biletlaringiz bilan chiqib ketyapsiz, aka. Mana opalarimiz ham oilaviy chiqib ketishyapti ekan. Hamyurtlarimiz mana ko'rib turibsizlar, Qozog'iston nomerda bo'lsa ham resmi vokzalda o'zidan bo'ladi aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar, yolg'on ma'lumotlar bo'lmaydi bizda. Hammasi haqqoniy. Yuk masalasiga kelsak olaverasizlar. O 40 kilo, 50 kilo, 60 kilogacha bagaj olsanglar bo'laveradi. Yana so'ralayotgan tamojniyda qanaqa? Tamojniylarda shofyorlarimiz o'zi yordam berib olib ketadi aka-ukalar. Zapret, deport qilmaslikka harakat qilamiz. Bez dokument aka-ukalar ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Hammasi haqqoniy va sifatli avtobuslar faqat bizda. Nomerlarga telefon qilinglar, bog'laninglar aziz vatandoshlar mana. Hammasi haqqoniy. Mana biletlarni ham ko'rib qo'ysanglar bo'laveradi mana. Как положено biletlari bilan mana. Ko'rib turibsizlar mana. Xola o'zi o'tkazadi hammani. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasi haqqoniy sifatli avtobuslar. Aka-ukalar. Bemalol telefon qilsin. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Tojikistondan. Yaxshimi aka? Avtobusda yoqdim. Biletlarni oldingizmi? Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi aka? Aka-ukalar, mana akamiz ham Tojikistondan mehmon ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmanglar aziz vatandoshlar. Resmi haqqoniy avtobuslar bizda. Hammasi.